$500,000 uchun tiriklay yonishga tayyormisan? Ha, albatta. Omad tilayman, sen mendan ham jasur ekansan. Bu video haqiqiy aqldan ozish bo'ladi. U hozir yonayotgan binoning ichida. Ehtiyot bo'l. Ishi tagida olovlar. Butun xona yonyapti. Bu bizning eng telba videomiz bo'ladi, ishon. Uni orqasida 500 ming turibdi. Agar yettita olovni to'sqinda bosib o'tsa, shu pulni yutadi. Masalan, to'pponchani o'chib olov ichiga tushish, olov halqalaridan sakrash, portlashlardan tirik qolish va yana boshqalar. Chayqu joydan tezroq uyqulayapti. Bu yigit professional kaskader bo'lsa ham bu safar oson bo'lmaydi. U hali ham olovning ichida, lekin pullarni olish kerak. 10 ta xaltani ikkitasini oldi. U yonyapti, tezda olov o'chirgichni olib kel. Pullar yonib ketyapti, ehtiyot bo'l. Bo'ldi, u dalada. O'tni o'chir. Hech qachon bunaqa adrenalin his qilmagandim. Sen $250,000 olov ichidan olib chiqding. Endi keyingi shartga o'tamiz. Ko'zlaringni och, Erik. Ikkinchi shartga xush kelibsan. Biz qanchalik balandamiz, Jimmy? Juda balandamiz. Pastga qarab ko'rmoqchimisan? Endi olovni yoqinglar. Jimmy, bu yana olovmi? To'g'risi, shu videoni olishimizgacha men suvni ham yoqish mumkinligini bilmasdim. Jimmy olov bilan o'ynashyapti. Bu to'siqning qoidasi oddiy. Oldingda 3 ta pul xaltasi osilib turibdi. Har biri senga yangi mukofot miqdorini bildiradi, lekin qancha ko'p pul bo'lsa, shuncha sendan uzoqroqda turadi. Shu xaltalardan bittasiga yugurib borib sakrab olishing kerak. Agar osilib qolsang, shu senga yangi mukofot bo'ladi. Jimmy, o'ylab gapirdingmi? Axir bu juda uzoq-ku. Xavotir olma, shunchaki pastda seni olovli hovuz kutyapti. Oyoqlarim katta lekin kuchli. Xo'sh, qaysi xaltani tanlaymiz? Eng osonini olasanmi, lekin 100 ming kam bo'ladi. Yo'q, bu juda oson. Erkaklarcha qilamiz. Kesib tashlayvering. Bo'ldi, demak, bu senga tegishli. Hozirgi mukofotingga $250,000 yoki $300,000 uchun 3 metr balandlikdan sakrashga jur'at edalasanmi? Men hammasini xavf ostiga qo'yaman. Mayli, o'zing bilasan. Faqat 300 ming qoldi. Demak, keldik. Ha, tushunarli. Demak, o'yinda oyoq. Ana, ehtiyot bo'l. Olov va qaychilarni aylanib o't, tushundim. Seningcha $50,000 hammasini xavf ostiga qo'yish arzishiga ishonasanmi? Endi o'zimni ham ikkilantirding. Bo'ldi, sakrashingni ko'raylikchi. Sen 300 mingni yutding. Menimcha yo'q, bu 3 metrga ham yaqin emas edi. $300,000 tikilgan. Seni esa 100 million odam kuzatyapti. Ko'raylikchi, uddala olasanmi? 3 2 1. Wait, he's got to make it back though. Oh, hell, he's got to hold on. He's got to hold on. Yes! He did it! He did it! Yes! Oh, $300,000! Ko'raylikchi, keyingi 5 ta o'lim tuzog'idan ham omon chiqadimi? Biz endi boshlayapmiz. Men har doim tayyorman. Ko'z bog'ishini yech. Orqangda o'tgan safar yutgan $300,000 turibdi. Nima deb o'ylaysan? 3-tuzoq nima? Katta ehtimol bilan meni olovga tashlashadi. Yaqin taxmin. Tuzoqni oching. 3-tuzoq bu. Seni mana shu ulkan to'pponchadan otamiz. Agar sariq doira ichiga tushsang, 300 ming bilan davom etasan. Agar to'satdan olovli halqaga tushsang, mukofotiga yana $50,000 qo'shib beraman. Zo'r bo'ladi. Men kaskaderman, bunday narsalarga o'rganib ketganman. Lekin agar ikkala doiradan ham o'ta olmasang, uyga hech narsasiz ketasan. Ehtimol o'layotgandirsan. Bu to'pponchaning kuchini, yo'nalishini qanday bilamiz? Qanday aniqlaymizki, uzoqqa ketmaydi, qisqa uchmaydi yoki beton ustunga urilmaydi? Ha, hozir men ham aynan shuni o'ylayotgan edim. Kaskader dubllarni olib kiring. Erikda 3 ta dubl bo'ladi. Ularni sinov uchun otamiz. Masofa va kuchni to'g'ri sozlab olishi uchun. Agar u 3 ta dubldan keyingi nishonni topa olmasa, so'nggi sakrashni butunlay omadga bog'liq bo'ladi va u hammasini yo'qotishi mumkin. Agar men to'g'ri masofani 300 minglik doiraga o'lchab olsam, keyin o'sha olov halqasini ham urilib sovrinini oshirsam, menimcha bu meni strategiyam bo'ladi. Xayolingga kelganmidi bir kun kelib shunaqa ish qilasan deb?
Bu senga berilgan 3 ta kaskadyor dubldan birinchisi. U seni 350 ming dollarga yaqinlashtirishi ham mumkin yoki undan uzoqlashtirishi ham mumkin. Qanday deb o'ylaysan? Burchakni qanaqa qilamiz? Biroz yuqoriroq qilib ko'raman. Bilib qo'y, qanchalik yuqoriga yo'naltirsang, shunchalik uzoq uchadi. Endi masalan bu xuddi lastikaga o'xshaydi. Qanchalik cho'zsang, qo'yib yuborganingda shunchalik uzoqqa uchadi. Shuning uchun orqaga qancha tortsang, shuncha uzoqqa borasan. Sen qattiq yigitsan. Menimcha 75% bilan boshlaymiz. O'rtacha qilib olamiz. Ha, o'rtasi yaxshi. Xo'p, tayyormisan? Ha, tayyorman. Boshlayver. Unda teskari sanoq. 3 2 1 Otamiz. Bu yaxshi chiqdi. To'g'ri markazga tushdi. Bo'ldi, ikkinchi dublni olib keling. To'q sariq dubl sariq doira o'rtasiga tushgan edi. Endi sen esa olovli doira o'rtasiga tushishing kerak. Agar seni olovga tushirmasam, bil bu faqat bugungi manfaatim uchun. Burchakni ham biroz ko'taraman. Qanday moviy? Chuqur nafas olib juda tez bilib olaman shekilli. Mening hisobimcha bu safar ancha uzoqqa uchadi. Omad tilayman. Bo'ldi, ot. Nishonni o'tkazdi, ammo juda yaqin edi. Sariq va olovli halqaning orasiga tushdi. Agar bu sen bo'lganingda video shu yerda tugagan bo'lardi va sen hech narsani ola olmasding. Ha, shunaqa ko'rinadi. Navbat endi qizil dublda. Bu sening oxirgi sinoving. Agar bu safar to'g'ri tushmasa, hammasi omadga qoladi. Kuchni 10 taga oshiraman. Burchakni o'sha holatda qoldiraman. Qara nima bo'lar ekan. To'pponchani tayyorlang. 3 2 1 O'toch. To'xta, bu yaxshi. U uddaladi. Zo'rg'a, lekin olov ichiga tushdi. Kuchni yana 5 taga oshiraman. Lekin avvalo nega shunchalik o'tga tushishga urinyapsan? Axir 50 ming dollar qo'shilsa ham xavf katta-ku. Otamning sog'lig'i so'nggi paytlarda juda og'ir bo'lyapti. Saraton bilan bog'liq muammolar, boshqa kasalliklar. Men bu pullarni otamning davolanishi uchun sarflamoqchiman va xavflar umuman ko'zimga ko'ringani yo'q. Bu juda faxrli narsa. Men ham onam uchun xuddi shunday qilgan bo'lardim. Zo'r maqsad. Endi ko'raylikchi, o'tga tushadimi yo'qmi? Hozir 300 ming dollar xavf ostida. Men ota-onamni boqishim kerak. Shuning uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilaman. 3 2 1 O'toch! Oh my God! We're gonna give it to him! Ha, buni uddaladi. Bu juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi keyingi bosqichga 350 ming dollar bilan. Aytgancha Erik, seni xaltaga solishim kerak. Nima? Nimaga? Keling endi 4-tuzoqqa o'tamiz. Qanunda ketdik. Erik, o'lim tuzog'i raqam 4 ga xush kelibsan. Orqangda 350 ming dollar turibdi. Lekin u xonada minglab feerverklar, salyutlar bilan to'la. Ustida esa meteor osilib turibdi. Bu juda qiziq. Demak, men nimadir bajara olmasam, bu pul portlaydi, shundaymi? To'g'ri, senda atiga 5 daqiqa bor. Senga mana bu ilgakli arqon, grappling hook beriladi. Sen shu ilgakni otib, imkon qadar ko'p pul xaltalarini yuk mashinasining orqasiga tortib chiqishing kerak. Agarda 5 daqiqa tugaganda meteor yonib pastga tushadi va o'sha feerverk xonasini portlatadi. Mashina ustida bo'lmagan har bir dollar yo'q bo'ladi. Butunlay yo'q bo'ladi. Bu albatta juda qiziq bo'ladi. Ilgakni ilgari otmaganman. Bu juda qiziq bo'ladi shekilli. Aytayapman, bu juda qiziq bo'ladi. Boshlashdan oldin biz senga yana 50 ming dollar yutishingga imkon beramiz. Demak, jami 400 ming pul shu xaltalarda. Men bu yerga hech narsasiz keldim. Bitta xaltani tortib chiqarsam ham xursand bo'laman degan umiddaman. Agar faqat bitta xaltani olsang, men o'zimni yomon his qilaman. Yo'q, men hammasini olaman. Bu pullar ota-onam uchun. Ularning qaraganda bemalol yashashlarini istayman. Zo'r, men senga omad tilayman. Lekin shuni bilginki, o'sha meteor haqiqiy va portlaydigan feerverklar ham haqiqiydi. Timer 0 ga yetganda biz shu himoya devorining orqasida bo'lishimiz kerak. Aks holda rostokamiga yo'l qolishimiz mumkin. Men bu yerda o'lishni xohlamayman. Men ham fikringga qo'shilaman. 400 ming dollar o'yin ustida qichqir. Meteorni yo'q. Meteorni yo'q. Balandroq baqir. Meteorni yo'q.
3 2 1 Taymerni ishga tushiring. Birinchi uloqtirish. Ha, birinchisi xaltani oldi. Birinchi urinishda qo'lja bor. Erik, ana u meteorni qaragin, aqldan ozishi mumkin. Ehtiyot bo'l, kuchliroq ot. Balki men bunga xalaqit berdim. 30 soniya o'tdi, sen buni uddalaysan. Orada meteor ham juda qattiq yonyapti. Olov tomayapti. Agar shunaqa davom etsa 5 minutdan oldin ham tushishi mumkin. Yana bitta bo'ldi, uchinchisi. Bolalar, u ferverklar haqiqiy dekor emas. Meteor tushganda portlash aqldan ozdiradi. Men biroz qo'rqyapman. Tezroq. Qani Erik, davom et. 3 daqiqa qoldi. Taymer 0 ga yetganda bu yuk mashinasi ketadi. Aks holda mingta ferverklar bizga urilishi mumkin. Erik juda ham yaxshi ketyapti. Ha, bo'ldi, 200 ming. Bu juda ham qiziq. Yarim vaqt o'tdi, yarim pullar olindi, lekin endi u tiqilib qoldi. Keyingi ilgakni ol. Bo'l, tezroq, vaqtni yo'qotyapsan. Shu tezlikda ketsa ham hamma pullarni ola olmaydi. Bunaqa gaplarni gapirma, Jimmy. Bilaman, u yetarlicha tez ishlamayapti. Hammasi yaxshilik bilan tugasin, Erik. Biz juda ham qo'rquvdamiz hozir. Ha, to'g'ri. O, yo'q, Erik, nimasi bu? Bo'ldi, bitta oldi. Endi 2 daqiqadan kam vaqt qoldi. Shu ferverklar portlaydi. Operator to'siq ortiga o't. Jimmy, yordam ber, tezroq. Yana bittasini yo'qotdingmi? Ha, bittasi ketdi. Hali u yoqda 150 ming dollar turibdi. Vaqt esa 1 daqiqa qoldi. Ey xudoyim, u yog'ochga urilib qaytdi. Bo'la qol Erik, men ham senga yordam beraman. Nima uchun bu shunchalik qiyin? Biz tezroq to'siq ortiga o'tishimiz kerak. Bo'ldi, oxirgisi tezroq. Aqldan ozish mumkin. 14, 13 soniya bo'ldi, endi joyimizga. Meteor 10 soniyada tushadi, tezroq bo'l. Bo'ldi, yetadi. Oh my God! Ha, lekin 100 ming shunchaki portlab ketdi. Ammo hali ham imkoniyatlar bor. Ketyapmiz keyingi sinovga. Qani go! $100,000 yongani sharafiga seni bir maxsus joyga olib keldik. Erik, bu joyni taniysanmi? Yo'q, eslamadim. Bu videoni boshdagi $250,000 yo'qotgan joying. Endi agar bu pullarni yonishidan oldin chiqara olmasang, yo'qotasan. Lekin seni bu joydan kesib chiqaraman agar aytsanki, mening yangi Jack Links Mr. Beast go'sht cho'pchalari senga yoqdi. Bu juda ham mazali, tatib ko'rasanmi? Albatta. Uni Erikka beramiz va reaksiyasini tomosha qilamiz. O, juda ham zo'r ekan. Yana yeysanmi? O, olov. Ha, faqat tezroq. Bunday narsani hali hech qachon yemagandim. Rostdan ham shunday deysam yoki faqat chiqib ketish uchun aytyapsanmi? O, olov kuchayapti. Menga seni fikring qiziq. Yo'q, rostdan ham juda ham zo'r ekan. Bo'ldi, ishonim, chiqarib yuboringlar uni. To'xta, yana bitta narsa. Bu o'rim haqida nima deysan? Zo'r-ku, ranglari ham ajoyib, lekin bu yerda issiq bo'lib ketdi. Bo'ldi, ozodsan. Ketdik, pullarni bu yerdan olib chiqamiz. Pullarni olinglar tezroq. Ey, go'sht cho'pchasini ol. Bo'ldi, chiq. Yana bir o'lim tuzog'idan tirik qolding. 300 ming bilan. Ha, bu juda ham ajoyib bo'ldi. Qani oldik bolalar. Mana sinab ko'r. 4 xil ta'mi bor. Har bir cho'pchada 5 grammdan oqsil. Bularni mana shu do'konlardan sotib olishing mumkin. Men bularni yeb qornim to'yib qoldi. Menga yana beringlar, hali menga ko'p kuch kerak bo'ladi. 6-chi to'siqqa xush kelibsan, Erik. Bu safar ham olov bo'ladi. Olov borligi odatiy hol bo'lib qoldi-ku.
Men senga o't bilan yana bir odam olib keldim. Oldin so'raganimda aytganding-ku, men unga hayotimni ham, hisobimdagi hamma pullarni ham ishonaman. Shunday ekan, u seni eng yaqin do'sting, Pat. Dude, what's up, brother? I hope you're ready for... Siz ikkita eng yaqin do'stlar o'lim tuzog'ini birga bajarasizlar. Endi men tepadan tushuntiraman. Bu 6-sinovda Erik va Pat zanjir bilan bog'lanadi. Zanjirni keltiring. Har doimgidek yana bir hiyla. Jimmy, bu zanjir juda ham qisqa-ku. Endi siz ikkita shu zanjirdan biriga 15 metr 50 fut baland minoraga chiqasizlar. Yo'l bo'ylab 6 ta pul xaltasi bor. Barchasini yig'ib olinglar. Tepada esa yana qo'shimcha 50 ming dollar turibdi. Kim o'sha xaltalarni olmasa, o'sha pul shu joyda yoqib yuboriladi. Ha, yana bir narsa. Agar sizlardan biringiz yiqilsa, hammasi tugaydi. Erik, sen pullarsiz qolasan. So'nggi so'zlar bormi? Seni juda hurmat qilaman, birodar. Va senga juda ishonaman. Qani unda ketdik. Ey, Tariq, biz nega ular kabi yaqin emasmiz? Ammo bag'i ham bor. 3, 2, 1. Boshlang. Bo'ldi, sekin va ehtiyot bo'l. Ular birinchi 50 mingni olishdi. Ular endi ikkinchi xaltani olishdi. Bu yigitlar yo'qotmasdan ketyapti, qara. Sekinroq, ha, shunaqa. Juda tez ketyapsan, biroz sekin. Tushib ketma, agar tushsang hammasi tamom. Bo'ldi, menga yaqinroq kel. Pat, ehtiyotkor bo'l. Ular allaqachon 3-xaltani olishdi. Sekin ehtiyot bo'l. Sen aniq kelyapsan. Pat, ehtiyot bo'l. Voy, bu ilgakni olish juda ham qiyin ekan. Ehtiyot bo'l, Erik, endi xatoga joy yo'q. To'g'ri aytdi, faqat tezroq. Bo'ldi, ketdik, davom et. Bu so'nggi xalta, qo'shimcha 50 ming dollar. Bolalar, tezroq. Ular pulni xavfsiz joyga qo'yishdi, lekin endi ular yuqoriga chiqishi kerak. Ular chiqyapti. Qani, oxirgi qadam. You're my bro, dude! Over the platform! We did it, dude! You're my man! Ular bu shartdan juda ham zo'r uddalashdi, lekin keyingi shart bundan ham qiyin bo'ladi. Erik, ko'zingni och. Oxirgi tuzoqqa xush kelibsan. Bu tuzoq avvalgilardan ham murakkabroqdir. Unda 5 xil topshiriq bor va sen ularni hammasini 1 daqiqa yo 5 soniyada yakunlashing kerak. Uddalay olasanmi? Nega aynan 1 daqiqa yo 5 soniya? Chunki biz bu yo'ldan 4 nafar kaskadyorlarni o'tkazdik. Ularning o'rtacha vaqti 1 minut 5 soniya chiqdi. Xullas, yo'l shundan boshlanadi. Sen yana to'pponchadan otilasan. So'ng bir nechta olov halqalarini orasidan sakraysan. Keyin teparonchi bolg'alardan qochasan. Olov tagidan suzib o'tasan va eng oxirida bu ulkan olovli yo'lakdan yugurib o'tib, pulni yonib ketishidan oldin ushlab olishing kerak bo'ladi. Bu safar hech qanday ikkinchi imkoniyat yo'q. Bu hayotingdagi eng muhim o'yinlardan biri bo'ladi. Shuning uchun tayyormisan? Jimmy, rostini aytsam men ikkilanyapman. Lekin men butun umr kaskadyor bo'lib, aynan shunday lahzaga tayyorlanganman. Senga 1 daqiqa yo 5 soniya beriladi. Bu butun olovli yo'ldan o'tib, pulni yonishidan oldin ushlab olishing kerak. Savoling bormi? Sen to'pdan o'tirishingdan oldin nimadir bilmoqchimisan? Menga biroz ko'proq vaqt bera olasanmi? Biroz shubham bor. Nima, sen 1 daqiqa 5 soniyadan ortiq vaqt so'raysanmi? Ha, agar bersang olardim. Yo'q, bunga ruxsat yo'q. Yana savoling bormi? Yo'q, faqat shu edi. Xo'p, tayyor bo'lsang boshlaymiz. Erik, buni uddalaysan.
Oting. Unda 1 daqiqa yoki 2 soniya qoldi. Vaqt tez o'tyapti. Agar tezroq suzmasa, pul yonib ketadi. Taymer to'xtadi. Kurs davomida xavfsiz zonalar joylashtirilgan. U hozir birinchi xavfsiz zonada. U yerga yetganda taymer to'xtaydi. Senda esa 55 soniya qoldi. Qandaysan? Nafasimni tiklayapman. Og'zim to'la suv, lekin o'zimni yaxshi his qilyapman. Shuni deb 10 soniya yo'qotdim. Erik, hech qachon olov halqasidan sakraganmisan? Yo'q, hali hech qachon. Men yonayotgan uylarga kirganman, lekin bu birinchisi. Biz senga ishonamiz. Keyingi bosqichda 3 ta yonayotgan halqa oddiy tuyuladi, to'g'rimi? Oddiyga o'xshaydi, lekin menga qarshi hech narsani kichik deb bo'lmaydi. Asosiy muammo halqalarning orqa tarafidagi bo'shliq. Agar tushib ketsang, ko'tarilishing uchun vaqt ketadi. Taymer ishga tushdi. O'yin boshlandi. Ey, halqadan o'tishing kerak, tagida emas. Erik, bo'la qol, 3-halqadan o't. Xavfsiz joyda bo'ldi, 42 soniya qoldi. Orzularingni qo'lga kiritmoqchimisan? Demak, hozir o'sha payt. Endi yoki hech qachon. O'sha pul senga nima beradi, Erik? Bu meni hayotimni o'zgartiradi, ota-onam uchun. Doing a lot for my parents. I'm mapping their health, I'm mapping their retirement. They are my sole focus and they're why I'm doing this, man. Men shunday gaplarni eshitsam yuragim yonadi. U ota-onasi uchun kurashyapti. Bu chin motivatsiya. Ammo bu hali oxirisi emas. Oldinda olovli sinov bor. Bu yerda yuragini sinashadi. Alright. He's off. Okay, so these platforms move, don't fall. That's what makes it tricky. It looks easy, but the platforms are floating on water, not anchored down. You got through? Next safe zone! Okay! Endi u olov tagidan suzib o'tadi. 34 soniya qoldi. $350,000 yoki u pechida. U buni uddalay olarmikan? U hozir suvning ichiga kirib ketadi. Nima deb o'ylaysan? Men buni uddalay olamanmi? Biroz hayajonlanyapman. Umid qilamanki, suv tagidan eson-omon chiqib oladi. Senga hozir nafas va juda qattiq iroda kerak. Unutma, pullaring yonib ketishidan oldin uni ushlab olishing kerak. Bunga ulgura olasanmi? Ulguraman deb umid qilaman endi. U suv tagiga sho'ng'ib ketdi. 30 soniya qoldi. Olov ichida ko'rinmayapti. Qani u? Mana u, bo'l, tezroq, oz vaqt qoldi. Taymer sen chiqmaguningcha to'xtamaydi. Come on! Grab the rope! Yeah! Alright, stop! Alright! O't ichidan chiqqan odam o'z taqdirini o'zgartirgan odamdir. Chunki bu sening taqdiring. Men bu shartni zo'rg'a uddalab oldim. U suv yutib gapiryapti. Xo'p, endi tingla. Bu so'nggi sinov uchun. Sen bu olovga chidamli kostyumni kiyishing kerak. Chunki sen haqiqatdan ham olov ichida yurasan. Butun vaqt davomida olovdan qochdim. Endi esa to'g'ridan-to'g'ri ichiga kiramanmi? Ha, endi esa orqada yo'l yo'q. Bu safar sen olovdan qochmaysan. U butun vaqt davomida yongan xonadan chiqdi. Katapultadan uchdi. Ulkan portlashdan omon qoldi. Endi esa olovli yo'lakdan o'tib, $350,000 qo'lga olish kerak. Savol bitta. U bunga tayyormi? Olov, qo'rquvni sinovi. Faqat yuragi kuchli odamlar undan o'ta oladi. Qo'rqopni ol. Buni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Yashil zonadan chiqqaning payti taymer ishga tushadi. Senda 17 soniya. Bu yo'lakni men Hell of Flames deb atayman. Yo'lni boshlasang, orqaga yo'q. Men bu yigitni butun sinov davomida kuzatdim. U hech qachon qo'rqmadi. Ammo hozir men uning yuragidagi qo'rquvni his qildim. Savol, u bunga qaramay yuguradimi? U tayyor. 3, 2, 1. Boshla. Yeah. He's off! He left the safe zone!
Uni o'chiring. Tez. Hey, he's on fire! It's on fire! Aql bovar qilmaydi. U buni uddalay oldi. Men juda hayratdaman. Buni qila oldim. Bizga obuna bo'ling.